Talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 hududiy bosqichlari yakunlanib, g'oliblar respublika bosqichiga yo'l olmoqda. Musobaqaning Jizzax viloyati hududiy bahslari ham qizg'in kechdi. Jarayonda ishtirok etgan hamkasbimiz Alisher Zoidov lavhasi orqali batafsil tanishasiz. Jizzaxda juda ham katta sport bayrami, ya'ni talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 Respublika sport musobaqasining Jizzax viloyat bosqichi o'tkazilmoqda va aynan viloyatimizdagi mavjud 5 ta oliy ta'lim muassasalarining terma jamoalari kibersportning 5 ta sport turi bo'yicha bellashishadi va g'oliblar esa respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritmoqda. Kibersportning 4 ta yo'nalish bo'yicha, demak, talabalarimiz imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishadi. Joriy yilning iyun oyida dolzarb 90 kunlik doirasi O'zbekiston bo'ylab talabalar o'rtasida o'tkazilayotgan talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 sport musobaqalarining hududiy bosqichlari rasman start oldi. Musobaqaning Jizzax hududiy bosqichining tantanali ochilish marosimi davomida ta'kidlanganidek, Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 21 fevral kuni Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan Kelajak o'yinlari xalqaro musobaqasining ochilish marosimida ishtirok etib, bu kabi nufuzli turnirlarni O'zbekistonda ham o'tkazish tashabbusini ilgari surgan edilar. Talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 musobaqalari Counter-Strike 2 otishma janridagi kibersport o'yini, Dota 2 strategik o'yin janri, shuningdek FS25 futbol simulyatori hamda 4-yo'nalish Digital raqsi, ya'ni Just Dance raqs va texnologiyalar uyg'unligidan oliy ta'lim muassasalari yoshlarning sport, kreativ va intellektual salohiyati sinovdan o'tkazildi. Bizning jamoamiz bu yo'nalishlarga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdi va bizni oldinga qo'ygan maqsadimiz birinchi o'rinni olish. Bu yilgi musobaqani birinchi bo'lib biz boshlab berdik. Sabram jamoasi Pedagogika universiteti ustidan 13-1 hisobida g'alaba qozondik. Bu chempionatimiz kibersportning 4 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilyapti. Counter-Strike, Dota 2, FS25 va Digital raqsi. Biz kelajak o'yinlarida ham qatnashmoqchimiz. Musobaqaning natijalariga ko'ra, Jizzax viloyatidagi oliy ta'lim muassasalaridan Dota 2 yo'nalishida birinchi o'rin O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiga nasib etdi. Counter-Strike 2 bahslarida birinchi o'rin Sambram jamoasiga nasib etgan bo'lsa, FC25 o'yinlarida esa O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filial jamoasiga teng keladigani topilmadi. Digital raqsdan viloyatda yagona jamoa Sambram universiteti qizlari to'g'ridan-to'g'ri keyingi bosqichga yo'l oldi. Just Dance yo'nalishi aynan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga yordam beradi. Bu o'yin orqali sportni birga uyg'unlashtiradigan variantdir. Biz aynan viloyatimizda raqobatchilar yo'qligi uchun to'g'ridan-to'g'ri respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Aynan mana shu yo'nalishda o'tgan mavsumlarda Digital musobaqasi ham tashkil etilgan edi. Biz unda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni ham qo'lga kiritamiz. Bu musobaqalar yurtimiz bo'ylab yoshlar o'rtasida kibersportga bo'lgan qiziqishni oshirib, ularga o'z iqtidorini ko'rsatish uchun keng maydon yaratmoqda.